Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2023 yili 12 yanvar 6 kuni shanba. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydon videoga chiqishim. Bu qatim videoga sal kechikib qoldi. Sizlardan afv so'rayman. Oldingi videoda men bu qatimni o'z vaqtida qilman degandim. Bir safarga chiqqan 2011 ayındagi 26 kuni safarga chiqib, tunugün juma kuni qaytib keldim. Bizning bag'a yerimiz Sidney, Avstraliyaniki Sidney shahri va Yangi Zelandiya ashani aylanib kelgan. U yerda kunduz bo'lganda miya kecha, miyada kunduz bo'lganda oy kecha bo'lgan ekan, vaqt almashib tunugün safardan qaytib kelgandan keyin u video ishidagi holat bo'lmaydi menda. Şuna bir gün ötüp gitti. Bugün yine tushdan burun Los Angeles'ta turduğan Amerika hükümetindeki bir kısım xodimlar bilan kurashgan ish boti Uyg'ur masalasi haqida atganda tushdan burun berib shu yerga berib keldim. O ishlar vaqtim shunga ketib qoldi. Shunga bu videoni endi qilishga ulgurdim. Hozir menda kashf bo'ldi, soat 5 ishib ketdi, qarong'ishib ketdi. Shunga kechiringlar. Bir qancha qarindoshlar so'rab bo'ldi, meni qanday turibsiz, video chiqmadi deb. Ko'ngil bo'lganlarga ko'p rahmat. Men salomat. Shu bir qatim bir safar qilib keldik, bir sayohat safari. Amerikadan 7 oila, 7 juft er-xotin Sidneyga bordik. Avstraliyadan bir juft er-xotin aka-adlarimiz qo'shildi bizga. Ashta qilib parkda sayohat qildik. Sidneyda necha kun turib, u yerdan Yangi Zelandiyaga berib, Yangi Zelandiyaniki bütün quruqligini bir aylanib, ondan keyin endi Sidneyga qaytib kelib, u yerdan ondan keyin Amerikaga qaytib keldik. Safar bek yaxshi bo'ldi. Endi oldinga deb qo'yadigan bir narsam, bugungi programma biroz qisqaroq bo'ladi. Bo'libmi, bir qism odamlarning ismi, ondan vaqt jihatda men burun ko'rgan xabarlarni qaytadan ko'rib onu hatırlab sizlarga aniq deyishga ulgurmadim, vaqt bo'lmaydi. Programni ham bir kun kechiktirishni men xohlamadim. Shuning bilan degan salqi ism vaqtlar aniq emasroq bo'ladi programmada. Shuni bir deb qo'ydim, men qisqaroq bo'lishi mumkin. Ishqilib 3 hafta safarga chiqib 26 noyabrda yo'lga chiqib, tunugün 15 dekabr uyga sog' salomat qaytib keldik. Bu qatimki safarimiz bek yaxshi bo'ldi. Biz u yerga sayohat qilib, manzir ko'rib borgan, asosan Yangi Zelandiyani ko'rib borgan. Bizning safarimiz yolg'iz o'li bo'lib qolmay, Sidneyda 4 kun turgandik. 4 kun turgan vaqtimizda Jurat, Gulmira, Mehmet, Vali, Sultan va Shuhrat Husn qatorliq Sidneyda turgan qarindoshlar, undan keyin Baxtiyor Bo'ra qatorliq qarindoshlarimiz bizni intayin esli kutib oldi. Odam tasavvur qilib bo'lmaydigan darajada esli kutib oldi. Bu meniki Avstraliyaga ikkinchi qatim berishim 2019 yili do'stimiz Baxtiyor Bo'ra meni va Kanadadagi Mehmet To'xtani o'z chiqimi bilan bir qatim taklif qilgan Avstraliyaga. U chog'da Avstraliyaga berib Sydney, Melbourne, Adelaide 3 shaharni, 3 shahar ismini yaxshi demayman, kechiringlar. Ismini chiqib qoldi davomli. 3 shaharga berib, shu yerdagi Uyg'ur jamoati bilan ko'rishib, leksiya so'zlab, ashuna qilib bir kelgan. Nayda bir unutilg'isiz safar bo'lgan. Bu qatimmi garchi bizning asosiy safarimiz u yerdagi qarindoshlar uchrashish bo'lmasa-mu, Sidneydagi qarindoshlar bizni intayin 4 kun nayda odam tasavvur qilolmagan darajada nayda yaxshi kutdi. Biz hammamiz bek ta'sirlandik. Shunchalik rozi bo'ldik. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi Sidneydan boshqa biz park saytini boshlagandan keyin Auckland, Yangi Zelandiyadagi Auckland degan shaharga borgan vaqtida u yerdagi Rizvan Gulsonimiz qatorliq bir qism qarindoshlar mashinani ijaraga kelib bizni shu sayohat o'rinlariga olib borib, tushda bir Uyg'ur restoranida mehmon qilib degandek u yerda bizni intayin yaxshi kutdi. O'xshash darajada ta'sirlandik. Men biroz to'sib baqdim, unda qilmaslikni u bir dushanba kuni to'g'ri kelib qolgan.
hammadan ishlaydigan bo'lganlik uchun sayatni o'zimiz qilayli. Bizlar kurashganlar tushlarda kelib bir bog'chada bir yerda kurashib olsin deb shuni talab qilgan bo'lsam, ular olmay yana mana shunaqa tafsilga o'rlashtirib bizni yaxshi kutdi. Endi mushundaq ahvollarga yo'liqqanda, mana shunaqa kutishga uchraganda endi bu ishlar o'xshamagan kishilarga o'xshamagan ma'no biridir. Endi menga bergan ma'nosi nima desanglar, men qarindoshlarniki bizni mana shunaqa kutib olishi, mana shu meniki Uyg'ur mashal gruppasi bilan Uyg'ur Project Fondi, Uyg'ur axborot markazi, Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan birga qilayotgan ishlar, shunaqalar o'z oldiga qilayotgan ishlarga nisbatan bu qarindoshlarniki minnatdorlik bildirishi, bizga ilhom berishi deb tushundim men. Bu men uchun kuchli bir xil ruhiy uzuq. Xudoyim bo'lsa, bundan keyin sizlarniki umidinglarni yerda qo'ymayman. Sizlarga yana bir qatam rahmat. Bugun jami so'zlaydigan 7 mazmun bor. Uning ikkinchisi shu Uyg'ur Project Fondiga oid bir xabar. Yevropadagi bir qarindoshimiz yaqinda Uyg'ur Project Fondiga yana ozroq pul iyon qildi. Men bu qarindoshimizga Uyg'ur Project Fondi vakolatan chin ko'ngildan rahmat aytaman. Undan boshqa Amerikaniki Sharqiy Qirg'izda yashayotgan bir do'stimniki qizi o'z oldiga va o'ziniki sinflaridagi savodoshlarini harakatlantirib, o'yin chiqish yig'ib, uni Turkiyaga avatmoqchi bo'libdi. Bu uchurda hamma bugun keldi. Xudoyim bo'lsa, uni pat yaqinda pochtadan ma'lumotmoqchi Turkiyadagi Uyg'ur yaslisiga. Men bu qarindoshimizga va uning oilasidagilarga hammalangami chin ko'ngildan rahmat aytaman. Endi uchinchi xabar, xalqaro xabar to'g'ri qisqacha to'xtalay. Yaqinqi kunlarda Amerikada yuz bergan Uyg'urlar munosabatli cho'naq ishlarniki birisi, Amerikada Kim ismli bir Koreyalik kongress a'zosi bor xonim. Bu xonim bir qonun Uyg'ur huquqi haqida bir qonun loyihasini o'tirg'a chiqargan. Uningga keyin bu xonim meniki bilishimcha Demokratik partiyaniki deyman. Ondan keyin Republic Cumhuriyet Partiyasidan Rubio, Uyg'urlar tunish bo'lgan Rubio apandimi bir qonun loyihasini chiqargan Uyg'ur huquqi haqida. Bu qonun loyihalari yaqinda Amerika Kongressiniki Tashqi ishlar komitetidan to'liq bilet bilan o'tdi. Bu uning qolgan 3-4 tak bosqichlari bor. Shu tarafga qarab menyapti. Hozir Amerikada Uyg'urlarga oid qonun loyihalari to'liq ovoz bilan tasdiqlangan bo'lib ketdi. Mening farzimcha bu qonun loyihasini o'ngishli tasdiqlandi deb o'ylayman. Buning ichidagi muhim mazmunlardan ikkisi bor. Mazmuni xil ko'p, hozircha ikkini deb turay. Qolganlarini keyincha zo'r bo'lganda sizlarga deb beraman. Uning birisi Amerikaga kelgan Uyg'urlarniki Amerikada turib qilish salohiyat masalasini imkon qadar tez hal qilib berish. Shunday bir moddasi bor meniki tushunishimcha. Yana birisi bu qonun loyihasida Amerika hukumati Uyg'urlar hamkorlashuvchisi, Uyg'ur koordinator deydi. Amerika hukumati ichida shunday bir xodimni bekitish, turg'izish moddasi bor. Bu bek muhim. Men burun sizlarga deb bergan bu vaqtda men 2020 yili buningdan 20 yil burun Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetiga bilan bo'lgan bir qatimliq suhbatda 4 talabni o'tirib qo'ygan, shuning birisi mushtaq bir kishini bekitish endi. Bundaq odamniki bekitilgani Tibetliklar uchun bekitilgani uzun bo'lib ketdi. Shu chog'larda bordi 20 yildan burungi vaqtda. Uyg'urlarniki endi bu o'tirib chiqdi. Bu bir cho'ng g'alaba Uyg'urlar uchun. Amerika hukumatida bir xodim maxsus Uyg'urlarning ishini qiladigan bir xodimning bo'lishi bu bir muhim ish endi. Chunki shu qonun loyihasi muvaffaqiyatli o'ssa, qonun bo'lsa, bu ishni vujudga chiqadi endi. Shunga bu bir yaxshi xabar biz uchun. Endi bugun to'xtaladigan 4-chi
Bugun to'xtalgan 4-chi mazmun Xitoy xabari. Men asli 7 mazmunda 6 ekan, men 4-chisini 5-ni topib qo'ydim. Xitoy xabari. Endi Xitoy xabaridan bugun 3 cho'ng xabarni deyman. Albatta men degandek bu xabarlarniki ism, vaqt nasrini aniqlab yozib bo'lmadim. Lekin hech qatim davomli anglab turmayman xabarlarni shu bo'yicha deyman. Uning birisi Qingang degan Xitoy haqida. Qingang degan Xitoy o'tgan yil Amerika konsuliga Xitoyningki Amerikada turishli konsulxonasiga konsul bo'lgan. Xitoy o'tgan yilning 5-ida bo'lib 12-chi oy bo'lgan chog'da bu Xitoyni Xitoy davlatining tashqi ishlar ministri qilgan. Shu ishni qilib kelgan bu Xitoy to'liq o'tganda uniki Amerikadagi oshnasi va shu oshnasidan tug'ilgan bolasi haqida sizlarga biroz so'zlab bergandim. Qiziqarli yeri shu oshnasidan tug'ilgan bolasining ismi Erkin. Erkin deb yozilgan, xudo men ismim o'xshash, lekin er bilan kinning o'tirsida bir siziq bor. Ashta qapti. Men ko'rib kulib ketdim. Ajoyib bir ish. Mushu Xitoy haqida yaqinda chiqqan xabar. Bu Xitoyni Xi Jinping bu yil 7-chi oyda o'ltirib atgan degan xabar chiqdi. Bu yerda biroz voqealar bor. Bu Xitoy o'tgan yil 12-chi oyda Amerikadan Xitoyga yetkazilib tashqi ishlar ministri bo'lgan. Bu yil 2-chi oyda bu Xitoyniki tashqi ishlar ministri o'tirib qo'ygan bir qism tashqi ishlar siyosatlarida o'zini Rossiyadan yiroqlashtirish jihatdagi bir qism yangi narsalarni o'tirib qo'ygan bu. Rossiyani yiroqlashtirish. Mening bilishimcha bu yil 6-chi oymi yoki 7-chi oymi, ehtimol 7-chi oy bo'lishi mumkin. Rossiyaniki tashqi ishlar ministri Beijingga borgan. Beijingga borib, bu Qingang bilan ko'rishgan, Xi Jinping bilan ko'rishgan. Shundan keyin hamkin necha cho'ng voqealar bo'lib ketdi. Shuning ichida bu Qingangniki yo'qolib ketishi bor. Ondan keyin Xitoy raketa qo'shininiki 3 cho'ng amaldorlari qo'lga olindi. Undan keyin yana bir qism amaldorlar qo'lga olindi. Ulardan bir qanchasi o'ldirildi. Buni Xitoylar o'zini o'ldirib oldi deb e'lon qildi. Ashunday voqealar bo'lib ketgan. Endi bu yaqinda pashvoga ahvollar nima desanglar, Rossiya shu qadimgi safarda Qingang haqidagi bir qism maxfiyatliklarni Xitoyga yetkazgan. Bu maxfiyatliklarni Telegram degan bir yumshoq detal bor, bilasizlar, bu narsa ruslar chiqargan deb ma'nodim men. Chiqib bu Telegramniki ikki nusxasi bor ekan, birisi rasmiysi, birisi yolg'on, xalqlar o'qimay ishlatadiganlarim bor ekan. Shunday manbalar, shunday qurollar orqali Rossiya Qingang haqida bir qism maxfiyatlarni to'plagan. Bu maxfiyatlarning ichidagi bu yerdagi g'oliblik rol o'ynagan narsa nima desanglar, Xitoyniki raketa qo'shinining boshliqlari raketa qo'shininiki maxfiyatlarini Amerikaga oshkorlagan, Amerikaga bergan. Shu qo'lga ilingan 3 cho'ng rahbarniki birisining bolasi Amerikada o'qiydi ekan, shu bolasi orqali Amerikaga bergan. Bu ishlardan Qingangning xabari bor ekan. Qingang Amerikadagi Xitoy konsulxonasiniki konsul bo'lib ishlayotgan vaqtda bu ishlardan xabar topgan ekan. Lekin bu ishlarni Xi Jinpingga ma'lum qilmabdi. Xitoy hukumatiga demabdi buni. Maxfiy tutibdi. Ashtaq bo'lib, bu qitimki bu yil 7-chi oyda Rossiya bu ishni Xi Jinpingga oshkorlagandan keyin raketa qo'shininiki boshliqlari va Qingangniki qo'lga ilinishi, yo'qolib ketish ahvollari yuz bergan. Endi hozir boshqa ahvol nima desanglar, shu 7-chi oyda Qingangni tutib, uni qattiq qiynab, undan keyin uningga o'lish vositasini o'zi tanlash ashtaq bir narsani oldiga qo'yibdi. Undan keyin Qingang zaharli ukol bilan o'lish yo'lini tanlab shu orqali o'ldirilibdi degan xabar chiqdi. Bu yaqinda Xitoylarniki erkin mediachilarning og'zidan aytib ko'p chiqyapti hozir. Qingang o'ldirilgan deb. Amerikada
ikki ishonchlik medialar bu narsani tilg'abdi chingan o'ltirilgan 7 oyda degan mush xabarni e'lon qilibdi bularmi shundaqdimi men ishondigan ba'zi xitoy mediachilari bu ish rost emas yolg'on bo'lib chiqadi keyin davatidi shunga aniq ahvolni bilib bo'lmaydi ammo shunaqa bir ehtimollik bor chinganiki 7 oyda o'ltirilganlik ehtimolli bor hozir xabarlarda bo'lgandek Lika Chang'mi o'ltirildi huquqdan o'tgan yil tushgan uzun o'tmaylam o'tgan yil tushdimi bu yil tushdimi tezlam o'ltirildi bu mavu Chingangmi o'ltirilibdi Xitoy shunaqa vash ishlarni qilyotidi butun dunyoni qartib qo'yib turibdi endi Chingangniki o'ltirilganligi rasmiy olganmi bu ahvollarni ikkinchi bilamiz endi Xitoyga oid yana bir xabar ikkinchi xabar xabarlarda bo'lgandek bu yil 11 oyda Bayden Amerikadagi San Fransisko shahrida Xi Jinping bilan ko'rishgan ko'rishdi garchi 3 soatdan ortiqroq paralashgan bo'lsa-mu bu ko'rishdan hech qanday natija chiqmagan Xitoy o'zining gapini qilib Amerika o'zining gapini qilib asosan hech qanday masala hal qilmay bu ko'rish oxirlashgan yaqinda Yevropa birliginiki bir o'miki Xitoyga berib Xitoy hukumati bilan ko'rishdi Xi Jinping bilan ko'rishdi bu ko'rishdimi hech qanday natija chiqmadi bu qitimqi ko'rishda Yevropaniki ta'kidlagan ikki ishi bor uning birisi Xitoyniki shu Ukraina masalasida Rossiya bilan bir maydonda turib olganligi va Rossiyani qo'llayotganligini qattiq ayblash bu bir masala andan keyin iqtisodiy masala Xitoyniki iqtisodiy savdo ishlarida xalqaro qonun tuzumlarga xilof holda ko'p yomon ishlarni qilayotganligi ikki nuqtadan bo'lgan buni qattiq ta'kidlabdi Uyg'ur masalasini qaysi darajada o'tirib chiqadi buni men xotirlayolmayapman meniki farzimcha ular tilga oldi deb o'ylayman lekin qaysi darajada hozir kalada aniq qolmabdi kechiringlar undan keyin bu kurashdan keyin Yevropa birlashmasi bilan Xitoy hech qanday birlashma axborot e'lon qilmadi demak bu kurash butunlay mag'lub bo'ldi Xitoy o'zining gapini qilib Yevropa birlashmasi o'zining gapini qilib shu bo'yicha tugdi bu ish qisqasi shu oldingi ikki qatimli kurashish Bayden Xi Jinping kurashishi va Xitoy Yevropa birligini kurashishi butunlay natijasiz oxirlashdi bu ishlardan Xitoy hech qanday natijaga erisholmadi birlashma bayonot e'lon qilinmadi Xi Jinping intayin qattiq sharmanda bo'ldi bu jihatda shunga hozir bu ishlarga qaytadan qarab boqadigan bo'lsak mushu xildagi kurashishlarniki faqatlan bir shaklvozlik ekanligini uniki uni hech qanday amaliy qiymati bo'lmaganligini va bundan keyin bo'lmaydiganligini bilalaymiz chiqib bu jihatda Xitoy borgan sari o'sal ahvolga tushyotdi hozir tez suratda endi bu yerda tilg'ilib qo'shqa tegishli bir ish Xitoy uzun vaqtlardan buyon Yevropa birligini qo'lga tushirib undan foydalanib Amerikaga taqobil turish strategiyasini qo'llanib kelgan hozirmi o'zining ahvolining nacharlashishiga ergashib buni muhim bilib xili tipirlayotdi hozir lekin bu qatim namoyon bo'lgandek ularniki bu jihatga tirishganligi hech qanday natija ilib kelmayotdi Xitoy o'zi sharmanda bo'lyapti bu jihatda endi Xitoy haqidagi 3-chi xabar men bugun tilg'ab o'tadiganim har qatim Xitoyniki kompartiya qurultiyi ochilib bo'lgandan keyin yilniki 10-oylari bir yildan keyin Xitoyniki 10-qurultiy o'tgan yil ochilgan Xi Jinping shu qayta huquqni oldi meni farzandcha sal vaqtini almashtirib qo'yapman muhmayman bu yil 10-oyda Xitoy markaziy komitetiniki 3-umumiy yig'ini ochilishi kerak ekan bu tarixdan buyon bo'lib kelgan ish ekan
Lekin bu yıl 10. ayda açılmadı. Bu yığını 11. ayda açılmadı. Yakında şu yığın 12. ayda açıldı dep köp paralar bolgan. Ama şu yığınki açılışı ulgurib, Xi Jinping bu yığından vaz geçip Vietnamga ziyaretke ketdi. Andi bunun akır görünüşleri var. Nima desanglar, eng çoğun mesele Xitoyniki iqtisodiy jihatdagi krizisi, iqtisodiy jihatdagi cho'ng chekinishi Xi Jinpingni mushunday qilishga majburlayotdi hozir. Bu Xi Jinping Vietnamga berishdan burun Biden hukumati Vietnam bilan kurashib, kuchlik birlashma hamkorlik munosabatini o'rnatgan. Amerika Vietnam o'rtasida iqtisodiy jihatda. Xi Jinping'niki bunday aldirab ketishi ashqil ahvollarni aqsi yandira olamanmiki degan umidda 3-chi umumiy yig'indan voz kechib Vietnamga berib ekan, Vietnamda u o'zi ko'zlagan natijaga erisholmay qaytib keldi. Yana bir qatim sharmanda bo'ldi. Buniki muhim ifodalarining birisi Xi Jinping Xitoy hukumati o'tirib qo'ygan chaqiriq tadbir bayanlar bilan Vietnamdaki qilcha moslashmadi. Xi Jinping o'zining gapini qilaverdi, Vietnam o'zining gapini qilaverdi. Xi Jinpingning aytdi dag'dag'lik kutyapti. Uningga qizi gilam sapti, ondan 12% zambirak o'qi etibdi osmonga degandek. Rasmiy davlat rahbarlarini eng yuqori darajalik murosim bilan kutib olish ishlarini qilibdi. Lekin amaliy ishlarga kelgan vaqtida Vietnam Xitoyniki gapiga asosan kirmabdi endi. Mushtaq bir ahvoldan bu kirish oxirlashibdi. Vietnam kommunistik davlat, Xitoyga o'xshash. Lekin Vietnamda siyosatning islohot bo'lg'ili xil uzun vaqt bo'ldi hozir. Ayni vaqtda Zhou Huyaobang qatorli kishilar qilmoqchi bo'lgan siyosiy islohot Xitoyda yuz bermadi. Lekin Vietnamda yuz bergan. Vietnam gerçi tüzümü, hazırımız sosyalizm tüzümü bolsa mı, ularniki hükümetniki işilip beriş kurulumları demokratiyaga xil yiqilishib qolgan. Masalan, Vietnamda mı 500'dek parlament a'zosidek bir markaziy komitet bor ekan, xuddi Xitoyniki Zhongyang Weiyan degandek. Mushlarniki mushu a'zolari endi rasmiy demokratik saylov orqali o'tirib chiqqan. Her bir o'rinishdan 2 kandidat saylam qatnashgan endi. 2 odamdan birisini tanlashdak ishlar bo'lgan. Bu odamni xalq tanlagan endi. Haqiqiy saylam orqali. Undan boshqa Vietnam davlat hokimiyatidagi huquqi 4 odamning qo'lida. Xi Jinpingdek bir odamning qo'lida emas, 4 odamning qo'lida. Ashtaq bo'lgan endi. Shunga bu jihatdagi ishlar nimaga qat'iy o'xshamaydi Xitoydagiga. Bu bir ahvol, lekin bu qatim Xitoy u yerdami bu qatim sharmandalarcha mag'lub bo'lgan Vietnamda. Mushu ahvol yuz berdi necha kun oldida. Endi Xitoyniki boshqa jihatdagi ahvollari nima qanday desanglar, Xitoyda hozir huquq kurashi intayin keskinlashdi. Bo'libmi biz Xitoy Kompartiyasi deb ataydigan kompartiya hozir Xitoydagi Xi Jinping partiyasiga aylandi hozir. Xi Jinping o'zi va o'zining yurtliqligi burun birga ishlab boqqan yaqinlaridan boshqa odamlarniki hammasini yo'qotib, bu partiyani butun o'ziga tava, bir odamga tava bir narsa qilib qo'ydi hozir. Ashtaq bo'g'ashqa hozir huquq kurashi texmo kuchayib, Xi Jinping'niki düşmeni ko'payib Xitoyda, Xi Jinping'niki o'rni tavrash holatiga kirib qoldi hozir. Xitoy iqtisodidagi nacharlashishniki eng chong ifodasi ikki jihatda bo'lyotdi. Uning birisi uy mulk bozorining vayron bo'lishi. Hozir Xitoyda uylarniki bahsi shiddat bilan tushib, bu jihatda ig'ir kriz yuz beryotdi. Yana birisi chet el korxonalarining Xitoydan chekinib chiqib ketishi. Bu jihatdagi ishlar intayin ko'payyotdi. Bo'libmi chet
chet el korxonalari o'ziniki Xitoydagi mablag'larni olib chiqyotdi intayin zo'r miqdorda. Bu Xitoy uchun iqtisodiy jihatdan intayin cho'ng zarba bo'lyotdi. Bu bizni xushal qiladigan bir xil ahvol. Xitoy hukumati bu jihatda ba'zi tadbirlarni olishga tirishyotdi, o'tirib chiqaryotdi, lekin qog'ashlarniki hech qaysi unum bermay aksiga qarab ketyotdi. Mushtaq bir ahvol bor. Endi Xitoy analizchilarininki deyishicha, Xitoy Kompartiya Xi Jinpingniki yiqilishi, Xitoy Kompartiyasiniki o'rilishi, shu orqali Xitoydan cho'ng qalamqonchilikniki chiqishi cho'ng ehtimollikqa qarab ketyapti degan gaplar kuchayapti hozir. Shu yaqinqi bir necha yilning ichida. Endi men o'tganki videoda so'zlagan vaqtimda biz Uyg'urlar duch kelgan ahvollarni biraqur dedim. U odamni biroz ko'ngli yerim qildigan, umidsizlangan ahvollar endi. Bo'libmi Uyg'urlarga xalqaro chet el hukumatlar qancha yordam qiladi Uyg'ur masalasining hal bo'lishida degan masalada ba'zi ko'z qarashlarni o'tirib qo'ydim men. Hozirmi bizniki taqdirimizniki chet el hukumatlari yoki xalqaro tashkilotlarniki qo'l tiqishi bilan hal bo'lish ehtimolliigi yuqori emas. Tarixda bu ishlar ko'p ko'rilib boqqan emas. Uyg'urlar uchun yaqin kelgusida ishlarning bo'lishi hozirmi biz ko'radigan darajada emas. Lekin Xitoyniki o'z ichidan vayron bo'lish ehtimolliigi intayin yuqori. Bu jihatda bizda ideallik bo'lish kerak, Uyg'urlar umidvor bo'lish kerak. Shundan bilan birga bir qism zarur tayyorgarliklarni qilishimiz kerak. Bu chet eldagi tashkilotlar. Bu intayin muhim bir ish. Menimcha yaqinqi bir necha yil ichida Uyg'ur taqdirida cho'ng o'zgarish bo'ldi desa, u o'zgarish mushadan keladi. Agar Xitoyda Xi Jinping yiqilib, Xitoy Kompartiya hokimiyati og'dirilib, Xitoyda cho'ng qalamqonchilik chiqsa, Uyg'urlar uchun bir fursat keladi. Bu ishga biz hammamiz yaqindan ko'ngil bilishimiz kerak. Endi oxirida Uyg'urlar haqida ozroq to'xtalmayman. Men xilji uchur keldi menga yaqinda. Bevosita keldi desam bo'ladi. Konkret uchurlar bor. Bugun uniki bir qismini deyman, sababi uchurlar ko'p. Bugun ularning hammasini deb olmayman. Endi hozir chet eldagi qarindoshlarga biroz ma'lum bo'layotgan ish. Hozir chet eldan vatanga qaytib ketayotganlarning soni, tuqqan yo'qlab ketayotganlarning soni shiddat bilan ko'payyotdi. Yevropadagi bir kichik davlatniki birisidan yaqinqi bir yil ichida vatanga ketganlarniki soni 25 oiladan eshibdi hozir. Nihoyat ko'p kishilar ketyapti. Endi mishada bo'layotgan bir qism ahvollar bor. Mingkan uchurlar. Bularni qisqacha deb qo'yay. Viza iltimos qilganda Uyg'urlardan talab qiladigan uchur va boshqa rasmiyatlar Xitoylarga o'xshamaydi. Uyg'urlar bir 9 batlik jadvalni to'ldirish kerak. Andan keyin vatandagi tuqqanlardan bir taklifnoma xat elish kerak. Bu xatni Xitoy konsulxonasiga topshirish kerak. Andan keyin Xitoy konsulxonasi Uyg'ur viza iltimos qilgan Uyg'urlar bilan ko'rishib, suhbat o'tkazib, ular bilan nega borsan, nima deb qilib qolgan, chet elda qanday bahona bilan qilib qolgan. Andan keyin chet elda qanday faoliyatlarga qatnashding degandek savollarni so'raydi bulardan. Xitoyga 1 yillik, 2 yillik, 5 yillik viza berdi. Lekin Uyg'urlarga 1 oylik yoki eng uzun bo'lib ketsa-mu 3 oylik viza berdi. Hozirgi bu vaqtda ahvol shunday. Chegaradan kirgan, Xitoyning chegarasidan kirgan Uyg'urlarga chegaradagi soqchilar mundaq gaplarni degan. Bizning siyosatimizni qo'llaysan, Xinjiangda ko'rgan ishlarni qaytib borganda boshqalarga qat'iy demaysan. Agar desang, keyin qaytib viza ola olmaysan. Bizning xizmatimizga moslash. Bu o'zing uchun, bu yerdagi urug' tuqqanlaring uchun va sening kelar qitim kelishing uchun foydali. Mush gaplarni chegarada deydi ekan. Chegaradan kirgan Uyg'urlarga. Ondan keyin biz bilan so'zlashganingni hech kimga demaysan, deydi ekan.
Bu mankiga uçurlar. Endi vatanga berib tuqqanlarni yo'qlash bir normal ish aslida. Hammamizniki shunaqa qilg'isi bor. Bu ishniki o'zi xato emas. Ammo hozir bir xil intan yomon yuz berayotgan yomon ishlarniki birisi berib kelganlarniki bir qismi Xitoy uchun Uyg'urlarga ziyonliq yomon tashkilotlarni qilyotdi chet elda. U anda yaxshi bo'lib ketibdi. Ürümçide yaşıp ketdi, bunda yaşıp ketdi, beyanlar, hemisi normal ekan, hech qanday ish yo'q ekan degandek gaplarni taqitib, dal shu Xitoyning digini bo'yicha qilayotgan ahvollar intayin ig'ir hozir man kelgan uchurda. Endi mening umidim, agar Xitoy sizga biz uchun tashkil qilsan, bo'lmasa viza bermaymiz deydi ekan, eng yaxshisi u vizani olmang, vatanga bormang. Nimishqa deganda bu yerda bir vijdon masalasi bor. Xitoy Uyg'urlarga inson qalbidan chiqqan ziyonkashliklarni qilyotdi, zulmlarni qilyotdi hozir. Necha kun oldida bir Twitter chiqqan bir uchur tarqaldi. Shu Xinjiang yashaydigan Xitoy debdi o'zini. Bir Xitoyning degani mening tuqqanim Xinjiangda shu hozir Xinjiangdagi turma lagerlarda Xitoy saqchilari yoki saqchilar odam urushni mashq qilganda Uyg'urlarni chiqib urdi deydi. Bu Uyg'urlar og'ir chidamay yerga yukinib Xitoydan jinin tilaydi deydi. Mushtaq bir Xitoy yozgan bir uchur taqaldi yaqinda. Bu faqat hozirgi vatanda bo'layotgan ahvolniki bir qismi. Ben sizlarga deb kelgandek Xitoy Uyg'urlarni tutishni qat'iy to'xtatmadi. Hozir tutishniki shartini intayin tuvaltyapti hozir. Masalan, shu WeChat, Undidar qatorliq ijtimoiy tarmoqlarda Xitoyning talabiga uyg'un kelmaydigan bir yig'iz gapni qilib qo'ygan Uyg'urlarni kechasi kelib tutib keldi ekan hozir. Yo'qolib keldi ekan. Hech kimniki ularniki izdirganini qilishga huquqi yo'q. Bütün Uyghur cemiyetinde yolman qancada Uyg'urlar beşini götürmeye yer qarab mağadı eken. Xitaylar olsa Uyg'urlarni xalqancha bozaq qilib, ko'z qilinmay ashtaqa qildiribdi. Üzanglarni ash Uyg'urlarniki o'rni qo'yib tasavvur qilib qo'yinglar. Uyg'urlarniki insonlik o'rni qaysi darajaga tushib qoldi hozir. Mushundaq vaqtda yine qandaq qilib ash Xitoyga moslashganlar keladi. Xitoyning tashviqotini qilganlar keladi. Shaxsan men bunday ishlarning yuz bermasligini umid qilaman. Agar u darajaga kelib qolmagan ahvolda, Xitoyga yordamlashmagan ahvolda vatanga berib kelsangiz bo'laveradi. Bu bir normal ahvol. Bo'lmasa, eng yaxshisi bormagan yaxshi. Hozir chet eldagi Uyg'urlarniki ko'pinchasiniki psixologiyasi buzilib ketdi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi boshlang'ili yetishib qoldi hozir. Hozir 12 kun, 16 bo'lgan. Ashta bu boshqa biz hammamiz intan ig'ir zulm ichida. Shunga ijobiy energiyaga muhtoj biz. Arlab ijobiy energiyaga erishishimiz kerak. Burun yilda bir qatam yoki 2 yil bir qatam vatanga berib kelaydik. Buni qilolmagan bo'lib qoldik. Ashda ahvol ostida bu energiyani boshqa manbalardan olishga tirishsak bo'ladi. Vatanga berish yo'lini tanlab Xitoyga xizmat qilish emas, boshqa yo'ldan. Men sizlarga obatni deb o'tdim, bizning bir 8 oylik sayohat qilib kelganimiz. Mushmu ijobiy energiyaga erishish uchun biz hammamiz psixologiya va ruhiy jihatdan normal yashashga muhtoj. Bu jihatda ba'zi ishlarni qilish u xato emas. Masalan, oldimizda yangi yil kelyapti. Yangi yilda Uyg'urlar to'plashib, Uyg'ur jamoati to'plashib, yangi yilni xotirlab, naqsha aytib, usul o'ynab, musiqa chalib qilsa, menimcha xato emas. Vatandagi xalqimiz intan ig'ir zulm ichida yashayotdi deb biz bu ishlardan hammasidan voz kechib, o'zimizning psixologiyasini buzib olsak, ruhiy holatini buzib olsak, u yaxshi emas. Biz hozirgidek ahvoldami uzunroq yashab,
Uyg'urning davosini qilishga muhtoj. Shu ağaçta xato emas. Lekin qilgan ishlarimiz Xitoy uchun xizmat qilib qolmasin. Uyg'urlar nima Xitoy hukumatı o'ziniki Uyg'urlar ustidan yurgizgan jinoyatlarini yushirish, uni xalqaroning esidan chiqib o'tish uchun nurg'un ishlarni qilyotdi. Ularniki birisi shu vatanga qaytgan Uyg'urlar orqali bo'lyotdi. Shunga bu ishni unutib qolmaydi. Anikin yana bir yuz bergan ahvol, yaqin yuz berayotgan ahvol, ba'zi kishilar vatanga borgandan keyin G'uljida, Urumchida har xil videolarni tortib Facebookga, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatgan ahvol bor. Men ba'zilarini men biladim, burun yaxshi kishilar deb o'ylaydim. Shularniki mana shunaqa qilayotganligini angladim. Men videosini o'zim ko'rmadim, lekin shu voy andaq o'zgarib ketdi, bundaq yaxshi bo'lib ketdi deb bir qism videolarni tarqatayotgan. Buni endi Xitoyniki tashviqotini qilish uchun qildimi yoki yo'l qo'yilgan darajada chet eldagi Uyg'urlar vatanniki hozirgi ahvolni azroq bo'lsin ko'rib olsin deb yaxshi niyatli qo'tamdi, bu noma'lum. Ish qilib Xitoy uchun tashviqot qildigan ishlardan saqlanaylik. Meniki taklifim. Yaqında Xitoy davlati ichidagi kishilarni O'rta Osiyoga berib ziyorat qilib, sayohat qilib kelishga chaqirib nurg'un ishlar qilyotdi. Buning ichida intayin olgan tadbirlari, bir qism tadbirlari bor. Masalan, agar masalan bizning vatanimizga berib sayohat qilsa yoki O'rta Osiyoga borsa, uniki chiqimini zo'r darajada azaytib berish, 60% azaytish degandek ashtaq chaqiriqlarni qilib shu yerlarga berib kirishga da'vat qilyotdi Xitoy fuqarolarini. Bizning vatanimizmi shundoq. Lekin men kelgan uchurda Xitoylar ashtaq qilar ekan, masalan, O'rta Osiyoga berib 14 kun xohlagancha sayohat qilib kelar ekan. Osonlamki rasmiyatlar oson. Lekin Sharqiy Turkistondan mesela Qozog'istonga berib kelgan qozoqlarniki sonlarimiz 20-30 dan oshmaydi ekan. Menga shunaqa uchur keldi. Uyg'urlar asosan yo'q. Gerçi Xitoy sirq nisbatan hamma millat baravar biz mushtaq siyosatni yo'l qo'yapmiz deyotgan bo'lsa-mu, amaliyotda Uyg'urlar uchun bu ishlar butunlay boshqacha. Xitoyniki tashviqotidagi narsaniki hech qasi yo'q Uyg'urlar uchun. Mushtaq ahvol bu o'tibdi hozir. Ondan keyin menga yana bir uchur Uyg'urchaniki, Urumchining atrofida shu Xitoy virusi jarayonida nihoyatda ko'p o'ylar silingan. Fangsang Yuan deydi Xitoycha uni. Shu Xitoy virusi bilan yuqumlangan kishilarni karantin qilgan o'ylar silingan. Masalan, Davanchingda 40 ming yoshda odam patadigan o'ylar bor. Buni yaqinda Xitoy hukumati ishkirdagi Xitoy shirkatlarga ko'tarib o'tibdi bu o'ylarni. U o'ylarni ko'tarib olgan Xitoy shirkatlari bo'lsa, hozir Uyg'urlarni qo'l ish qilib ishlatibdi shu yerlarda. Shu vaqtdagi silingan, hozir bekor qilgan shu karantin qilgan o'ylar hozir Uyg'ur qo'llarini ishlatadigan o'ylarga aylanibdi. Mana bu shaxtdagi uchur keldi. Ishonchlik. Ondan keyin xabarlarda bo'lgandek Xitoy bir qism lagerlarni taqidi. Bulubmu bayqash oson shaharga yaqin lagerlarni taqidi. Lekin u yerdagi Uyg'urlarni turmalarga o'tkazdi. Hozir mening farzimcha turmaga sulangan Uyg'urlarning soni lagerdan ko'proq bo'lishi mumkin. Andan keyin intan ko'p odam o'lib ketyapti u yerda. Aslida bo'lishi mumkin. Bana yangi uçurda hazır bir kısım adamlarını kuyutuptum jarayonda. Lekin kuyutgan bilan bu kuyutilgan Uyg'urlar, lagerdan kuyutilgan Uyg'urlar da hech qanday erkinlik yo'q ekan. Bir qancha kilometrga bora olmaydi ekan. O'ziniki mahallasidan chiqish to'g'ri kelsa, o'ziniki yezisidan chiqish to'g'ri kelsa, chuqur shu yerlik hukumatning rusnomasi bo'lmay ekan. Lekin ularniki bir 30 kilometrdan yiroq yerga berishi asosan mumkin emas ekan. Undan boshqa Urumchidami
Xususan nurg'un idora jamiyatlar bor. Bir idoradan o'ziga qo'shnilar yana bir idora kirish mumkin emas. O'sha kirish uchun intayin qattiq tekshirishdan o'tadi ekan, ammo ko'pincha vaqtlarda rad qilindi. Shu darajada. Demak, hozir butkul Uyg'ur jamiyati bir turmaga aylandi degan gap. Hozirgi ahvol shu darajada. Endi oxirida chet eldagi Uyg'urlar uchun Uyg'urlar haqida ozroq to'xtalay. Men yaqindagi Uyg'urlarniki kelajagi haqida o'zimizniki taqdirini yaxshilash, taqdirini o'zgartirish haqida qanday ishlarni qilsak bo'ladi degan temada bir so'zlab kelyapman. Uni davomlashtirman, bugun uni ulgurmadim men. Kelar qatim davomlashtirman. Endi hozir chet eldagi Uyg'urlar bir tarafdan imkon qadar normal yashab ketaverishga tirishish kerak. Men albatta to'xtaldim bu jihatda. Shunga o'ziniki psixologiyasini altini tanishlash yo'lida bir qism ishlarni qilsa xato emas. Uni qarorlarcha eplab olmayli. Biz normal yashashga ehtiyojliq. Yana bir tarafdan har bir Uyg'urning yuragida har vaqt mundaq 3 cho'ng nishon yoki vazifa bor bo'lishi kerak. Uning birinchisi o'zimizni kuchlantirib, vatanimizni o'z kuchimizga tayinib qaytarib olish uchun tayyorlik qilish. Bu uzun muddatli nishon, uzun muddatli vazifa. Men yaqin bu to'g'ri xil to'xtalib kelyapman, uni bunday kim davomlashtiraman. Bu jihatga tirishchiligimizni bo'shlik qo'yishga qat'iy bo'lmaydi. Bizniki eng cho'ng chiqish yo'limiz shu. Eng oxirida biz shu Yahudilar bosgan yo'lni bosishga majbur bo'lamiz. Menda meniki hozirgi tushuncham shunday. Ikkinchisi madaniyatimiz va tilimizni saqlab qolish. Uning uchun ularni keyingi avlodlarga o'tkazib berish. Madaniyatimizni va tilimizni keyingi avlodlarga o'tkazib berish. Hozir chet eldagi Uyg'ur jamoati ichida bu jihatda ish qilayotganlar inayet ko'p, til surat ko'payotdi. Qarindoshlarimiz intan qattiq tirishyotdi. Buning hammasi yaxshi ish. Endi shundan boshqa 3-chi vazifani unutib qolmasligimiz kerak. U nima deganda chet el hukumat va xalqaro tashkilot amaldorlarini Xitoyga besim ishlatib, lager tumlarni taqatqizishga barliq qistab mushiyatdagi barliq tirishlarni ko'rsatish. Bu navbatdagi qisqa muddatlik va eng muhim vazifa. Bizningki buningdan keyin chet elda ish qilmoqchi bo'lgan har bir Uyg'ur oldi bilan mushu sohada men nima ish qilayman deb o'ylab beqish kerak. Lager turmalarni taqtish, mushiyatni nima qilayman deb o'ylash beqish kerak, o'ylab beqish kerak. Agar mushiyatni ba'zi ishlarni qila olsangiz, oldidan shuni qiling. Boshqalarni qilishga oldirmang. Endi faqat bu ishlarni qilamisangiz, boshqalarni qilsangiz bo'laveradi, lekin meni qilaydiganlar chuqur kuchini bir ishga qaratish kerak. Endi sababi nima desanglar? Xitoylar bizniki uy, mechitlarimizni chiqyapti. Nihoyatda cho'ng ko'lamda chiqyapti. An'anaviy Uyg'ur uylarini chiqyapti, ashta qilyapti. Ammo agar biz vatanimizni qaytarib olsak, u uylarni qayta sola olamiz. Bir joyni imorat nuqtasini aytgan chog'da bir necha yildan gullantirib bo'ladi. Lekin insonlarni emas. O'lgan insonlarimiz tirilmaydi. Ular o'lib ketgandan keyin bizniki nima qilishimizdan qat'iy nazar tirilmaydi, ketib qoladi ular. Shunga abak 3-chi vazifa intayin muhim. Xitoy vatandagi xalqimizning Uyg'ur tilini yo'q qilyapti. Ammo agar vatanimizni qaytarib olsak, biz uni asliga keltira olamiz, tildira olamiz. Bu jihatda Yahudilar bosgan yo'l bor. Men bir yer bir maqol ko'rgan. Necha yuz yillarning oldida bir Yahudi Yevropadagi bir suba bir joyga berib 3000 dak Yahudilarni yig'ib shu yerga ularni ko'plab bola tug'ishga rag'batlantirib, bolalarni tug'dirib, undan shu bolalarning tilini Yahudi tilida chiqarib,
Aştığına Yahudi dilini əslik keltirgen. Bu cihette savaqlar var, misallar var. Bunu qıl oldigan iş. Ama ölüp ketken adam qaytib kelmeydi. Şuna mayli her bir şəxslarniki noktasından bolsun, yoki təşkilatların noktasından bolsun, türmü lagerlarni taqg'uzish bizniki birinchi darajalik vazifamiz bo'lishimiz kerak. Buni hamma yerda deydi. Bizdan sen biz nima ish qilib berolamiz, sen nima talabing bor deb so'ragan har qanday odamlarga mush gapni deydi. Uyg'ur masalasida Xitoyga besim ishlatish sohasida yaqinda cho'ng ilgirlashlar bo'ldi, nurg'un ishlar bo'lyotdi Amerika boshlig'ida. Lekin o'lib ketgan Uyg'urlarniki o'lib ketishini to'xtatish, turma lagerlarga ularni ozod qilish jihatlarida hech qanday amaliy tadbir yo'q hozirgacha. Bu bir amaliyot. Shunga mushahada hammamiz qancha ish qila olsak, shuncha ishni qilishimiz kerak. Bu bizning birinchi darajalik vazifamiz. Shunga bu ishni hargiz yuragimizdan chiqarmaydi. Buluda men degan mushunchalik so'zlay. Abatdan deganimdek vaqt qislig'i sababidan bugungi programmasi burunqi o'xshamayroq qoldi. Xudoyim bo'lsa, kelar qatimdan boshlab buni yaxshiroq to'liqroq qilishga tirishaman. Maqolamsa kelar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.